fohishalar bilan jinsiy aloqa bo'lgan, jinsiy yo'l bilan yuquvchi infeksiyalar yuqtirgan, urug' yo'llari yopilib qolgan. Do'stlar, 6 yillik bepushtlik azospermiya holati. Bemorimizda test amaliyotini amalga oshiryapmiz. Hozir juda ham ko'p urug'lar topildi. Bemorimizda shu 6 yil bepushtlikka sabab o'sha bo'ydoqlik paytida fohishalar bilan jinsiy aloqa bo'lgan. O'sha paytda jinsiy yo'l bilan yuquvchi infeksiyalar yuqtirgan. Shuning hisobiga urug' yo'llari yopilib qolgan. Shuning uchun urug' topshiradi, azospermiya holati bo'ladi. Ya'ni urug' topshiraveradi, urug' nol chiqaveradi. Tuxumning ichida juda ham urug' ko'p, lekin urug' yo'llari o'sha infeksiya orqali yopilganligi uchun tashqariga chiqmaydi. Hozir o'zidan ham fikrlarni eshitasizlar, shu bo'ydoqlarga alohida maslahat beradilar, shu fohishalarga bormaslik to'g'risida va azospermiya bilan yurgan bemorlarga alohida maslahat beradilar. Aka, nima muolajalar qildik shu kungacha? Shu kungacha qilmagan muolajam qolmadi. Hamma O'zbekiston bo'yicha hamma joyga borib keldim. Hamma doktorlarga uchradim, ko'rishdim, baribir foydasi bo'lmadi. Lecheniyaning foydasi yo'q ekan. Asosiysi bu bema'ni qadam tashlamaslik kerak ekan. Xohlasa mana akamiz tavba qilgan ekan, Xudo kechiribdi, mana urug'lar chiqdi. Lekin hammada ham urug' chiqarmaydi. Shuning uchun bo'ydoqlarga alohida maslahat, harom ishlarga yaqinlashmanglar. Mana bu akamiz ham 6 yil juda ham qiynalgan, farzandsizlik bu juda ham yomon erkak kishi uchun. Lekin mana endi urug'lar topildi, Xudo xolasa shu bemorimiz ham farzandli bo'ladi. Bu videoni barcha bo'ydoq yaqinlaringga jo'natib qo'yinglar, mana shunaqa holatlarga tushib qolishmasin.